Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yana ham mazali bo'ladigan, juda ham og'izda qoladigan qaynatma sho'rva tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Gazni yoqdik, qozonni qo'ydik, muzdek suvni soldik va sharoitga qarab qo'y go'shti bo'ladimi, mol go'shti bo'ladimi, tovuq go'shti bo'ladimi, shu go'shtni solamiz va qaynatishga qo'yamiz. Birinchi qaynab olish uchun qopqonni yopamiz. Gazni baland qilamiz va qaynab chiqqanidan keyin mana qopqog'ini ochib, qiyoq qilib yopib qo'ydim. Past qilib qaynataveramiz. Qaynatgan sari mana shunaqa go'sht ko'piklari chiqadi, bilasizlar. Ko'piklarni olib tashlasak, sho'rvamizni suvini rangi juda ham tiniq bo'ladi. Past qilib qo'ydik, aytganimdek. Albatta bu sho'rvani xohlagan go'shtni tayyorlashingiz mumkin. Sharoitga qarab 1 soatcha qaynatib qo'ydim. Mana past olovda. Yana ko'pigi chiqadi, 1-2 marta yana tozalab olib turamiz. Men qo'y go'shti tayyorlaganim uchun qaynatma sho'rva qildim. Bilasizlar, qo'y go'shti yog'liroq bo'ladi. Biz parhezbop taomlar yeganimiz uchun yog'i ko'payib ketmasin deb qaynatma qildim. Agar mol go'shtidan qilsam, yog'i kamroq bo'ladi. Mol go'shtini qo'rma sho'rva ham qilaman, yog' solib. Qo'y go'shtini har doim qaynatma qilib qilamanki, qaynaganda yog'i erib-erib mana shunaqa suvga o'zi chiqadi. Bo'lajak sho'rvamiz 1 soat qaynadi. Endi ketma-ket sabzavotlarni sola boshlaymiz. Piyozni soldim, qizil sabzini ko'rayotganingdek chesnok, har 2 xil bolgarskiy soldim. Mana endi ko'katlardan yarimog'dan faqat bargli qismini olib qo'yamiz. Shu yog'och qismini, bandini mayda qilib sho'rvaga sovuramiz. Mana 2-3 ta pomidor ham mayda qilib sovuramiz. Juda ham mazali, xushbo'y bo'ladi. Pomidor solsak, agar bo'lsa, pomidorli bo'lmasa, yarim katta osh qoshiq, ya'ni magazin tomatidan solsak ham bo'ladi. Albatta, sabzavotlar solgandan keyin sho'rvamiz sovib qoladi, suvi, ya'ni sovuq mahsulotlar tushgani uchun gazni baland qilamiz, ziravorlarni solamiz. Sho'rvamiz bitta qaynab chiqqandan keyin pasaytirib 25 daqiqa qaynatdim. Ahamiyat beringlar, hali kartoshka solmadim. Ziravorlar soldim, go'sht, sabzavotlar soldim. Bitta aylantirib qo'yamiz. Mana qozonim sal kichkinalik qildi. Shuning uchun sizlar kattaroq qozonda qilasizlar. Albatta, aziz obunachalarim, qalbi go'zallarim, albatta oila a'zolarni ko'p kamligiga qarab masalani solib pishirasizlar. Mana endi kartoshkani solamiz. Albatta aytib o'tishim kerak, go'shtimiz tovuq go'shti bo'lsa, shu holatda kamroq qaynashi mumkin kartoshka solguncha, chunki tovuq go'shti tezroq pishadi. Albatta go'sht, ya'ni qo'yma, mol yoshligiga qarab, yosh, qariligiga qarab tez pishadi yoki sekin pishadi. Shunga qarab aniqlaysizlar sho'rvani qancha vaqtda pishishini. Mana video jarayonida ko'rganinglardek, tuzini ko'rdik va tuzi kamagan soldik. Lavr bargidan soldim. Qarasam, kartoshka solgandan keyin suv kamlik qildi deb o'ylab suv soldim va qaynatib qo'ydim 15 daqiqa. Ya'ni bu yerda ham kartoshkani tez pishadigani bor, sekin pishadigani bor, o'shanga qaraysizlar. Albatta, bu kartoshka solish jarayonida go'shtingiz 80% pishgan bo'lishi kerak. Agar go'shtimiz pishmagan bo'lsa, kartoshkani sovursak, kartoshka pishib ezilib ketadi. Go'sht pishgunicha. Shuning uchun go'shtni obdon pishirib olamiz. Ya'ni pishishiga 10 daqiqa qolganda kartoshkani solamiz. Mana 1 soat 40 minutda mana qo'y go'shtidan bo'lgan ajoyib mazali, to'yimli o'zbek taomi bo'lmish sho'rvam pishdi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Albatta, sho'rva turlari juda ham ko'p internetda. Men ta'kidlaganimdek, o'z oilamga qanaqa tayyorlasam shunaqa ko'rsatdim. Hamma o'z sharoitiga qarab tayyorlaydi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiringlar. Chiroyli qilib ko'katlar barg qismini olib qo'ydik. Barg qismidan solib chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.